Bo'lajak milliarderlarni tarbiyalash sirlari. Bugungi dunyoda eng yirik tadbirkorlarning ko'pi bolaligidan o'z orzularini mustaqil amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan. Masalan, Bill Gates va Elon Musk maktab davridan boshlab o'z loyihalarini sinab ko'rgan. Psixologlar aytishicha, moliyaviy muvaffaqiyatning asosi bolaga mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini berishdir. AQShdagi yosh startapchi yigit intervyuda shunday degan edi: "Meni hech kim rag'batlantirmagan. Men hamma narsani o'zim o'rganishga majbur bo'ldim. Shu mustaqillik meni kuchli qildi", dedi. Singapurda Future Entrepreneurs dasturi maktab yoshidan boshlab bolalarga biznes va moliyaviy savodxonlikni o'rgatadi. Natijada ular o'z loyihalarini yaratib, erta yoshlikdan tadbirkorlikni o'rganadi. Savol: bo'lajak muvaffaqiyatli tadbirkorlar va hatto milliarderlarni tarbiyalash sirlari nimada? Keling, o'zbekistonlik mutaxassisimizning fikrlarini eshitamiz. Hammaga assalomu alaykum. Emotsional intellekt haqida bundan avvalgi darslarimizda ham gapirgan edik. Bugun esa emotsional intellektni inson hayotidagi ahamiyati va farzandlarimizda emotsional intellektni shakllantirish yo'llari haqida gapiramiz. Ko'plab zamonaviy tadqiqotlar natijasi shuni isbotlayaptiki, bugungi kunda zamonaviy insonga o'zini baxtli his qilish uchun, insonlar bilan chiroyli, davomiy munosabatlarga kirisha olishi uchun va o'z oldiga qo'yayotgan natijalarga erisha olishi uchun uning IQsi, ya'ni aqliy salohiyatiga qaraganda ham ayni emotsional intellekt darajasi ahamiyatli ekanligi isbotlandi. Tasavvur qilyapsizmi, qanchalik emotsional intellekt inson hayotida ahamiyati yuqori. Demak, har birimiz farzandimizni erta bolalikdanoq unda emotsional intellektni shakllantirib borish uchun imkoniyatga egamiz. Nimagaki, bolamiz ayni erta bolalikda unda emotsional miya, ya'ni miyani o'ng yarim shari ko'proq rivojlanish jarayonida bo'ladi va bu yarim shar ayni emotsiyalar uchun, empatiya uchun va emotsional intellektni rivojlantirish uchun javob beradi. Xo'sh, farzandimiz erta bolalik davridanoq emotsional intellektni shakllantirib, emotsional savodxon bo'lishi uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchi tavsiya bu bolalikdan, bolani tili chiqishidanoq unga emotsiyalarni nomlarini o'rgatish. Ya'ni o'zi his qilayotgan emotsiyalarni nomlarini bilar ekan, u emotsiyalarni kuzata oladi va ularni anglay oladi. Va albatta yonidagi insonlarga o'z emotsiyalarini chiroyli ravishda yetkaza oladi. Ya'ni men hozir xafaman, men hozir xursandman, men hasad qilyapman, men hozir qandaydir o'zimni g'amgin his qilyapman, men rashk qilyapman va hokazo. Meni jahlim chiqyapti va hokazo. Va bu ko'nikma, ya'ni o'zini hissiyotlarini nomini ayta olish va atrofidagi insonlarga yetkaza olish bu emotsional intellektni fundamenti hisoblanadi. Emotsional intellekt rivojlantirish yo'lidagi ikkinchi samarali usul bu farzandingiz bilan har bitta bo'layotgan vaziyatni tahlil qilish. Ko'chada sayr qilib ketyapsiz, bir bola yerga yotib olib yig'layapti. Nima deb o'ylayapsan? U nega yig'layapti? Yokida kino ko'rdingiz, multfilm ko'rdingiz va u yerda ham nima deb o'ylaysan? Nega mana bu qahramon o'zini mana bunday tutdi deya vaziyatlarni tahlil qilish asosida farzandingizda insonlarni xulq-atvorini emas, balki ularni ostida yashirinib turgan emotsiyalarni ko'rish qobiliyatini shakllantirasiz. Bu esa emotsional intellektni yana bir muhim ustunlaridan biri hisoblanadi. Va albatta bu qobiliyatni o'zida shakllantirgan inson kelajakda boshqalarni hukm qilib, tanqid qilib emas, balki tushunib yashaydi va natijada o'zi ham baxtliroq bo'ladi. Va yakuniy uchinchi tavsiyamiz bu farzandingizga bir savolni doimiy ravishda bering. Sen hozir nima his qilyapsan? Farzandingizdan bu narsani so'rash asosida o'z-o'zida refleksiya qobiliyatini shakllantirasiz va hissiyotlarni kuzatar ekan, anglar ekan, ularni boshqara olish ko'nikmasi ham tabiiyki bolamizda erta bolalikdanoq shakllanib boradi va farzandimiz kelajakda emotsional savodxon bo'lgan, baxtli va muvaffaqiyatli insonga aylanadi. Emotsional intellekt haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda sizga foydali ma'lumotlar ulashishda davom etamiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.